O'zbeklardan o'sib chiqqan bir qahramon, buyuk zotdir sarkardayu sohib qiron. Davrug'idan zir titragan butun jahon, Alloh nazar solgan mening Temur bobom. O'zbeklardan o'sib chiqqan bir qahramon, buyuk zotdir sarkardayu sohib qiron. Davrug'idan zir titragan butun jahon, Alloh nazar solgan mening Temur bobom. Temur bobom mening bobom, mening bobom Temur bobom. Buyuk zotdir sarkardayu sohib qiron. Buyuk babajonlarimiz Amir Temur 1236 yil 9-aprelda shahrimizda tug'ilgan. Amir Temur bobomiz uzoq masofada bo'lib, ko'plab davlatlarni bosib olgan. 1405 yil Xitoyga yurish vaqtida 18 fevral kuni Oltoy shahrida 69 yoshda vafot etgan. Shamshiridan otlar hurkib, yovlar qochgan.